Assalomu alaykum akalar. Mana Sokin ko'limizga Xudo xolasa shanba bozor. Shu kelayotgan shanba bozor. Shanba kuni ham 2 kilo, yakshanba kuni ham 2 kilo to'kadi. Kirishga bitta qalmog'imiz 40 ming. Ikkitasi 70 ming akalar. Xudo xolasa ko'llarimiz suvlari zo'r to'lgan. Imkon darajasida katta baliq to'kishga harakat qilishadi. Ko'l akalarimiz ham chetda mana shu Tarozdan o'tkazib topamiz. Tarozni o'tkazib hammasi Odam yig'ilgandan keyin tarozni olib kelamiz, ko'zlarini oldida tashlab beramiz. bo'laveradi. Ana shu baliq to'kilgandan keyin pul yig'ishtirilib, Keyin yig'ishtiriladi. akalar yana bir narsa bor, shu kelganlardan keyin baliq to'kiladi. Pulni olayotganlar ham bittalarga bilet beriladi. Ertaga shu 1 soatdan keyin yana bilet so'rasa, biletlaring bo'lsa повторyana qaytarib olishlaringiz to'g'ri kelib qoladi. Shunga hushyor bo'lasizlar. Biletlarimiz tayyor chiqarilgan. Ko'llarimiz suvi ideal holatda, zo'r holatda hozir. Suvlarimiz to'lgan akalar. Kelaverasizlar, xudo xolasa zo'r bo'lib maza qilib baliqlar ushaverasizlar. Yana bir gap bor. Shanba kuni odam ko'p bo'lsa, yakshanba kuni musobaqa qilib yuborishi ham mumkin. Plan o'zgarib qolishi ham mumkin. Bitta ataganimiz bor deyapti. Odam ko'paysa, ashuni qo'yib yuboramiz deyapti. Faqat omma buni sizlar.